Qarash bolalarim, uyat bo'lsa ham aytaman. Qaysi biring bo'lmaganini ko'p ishlatyapsan? Halol poy gapir. Bilmadik dada. Bilmayman deb turishyapman, qilar ishni qilib qo'yib. Beling yorib bumaga ko'tarib kelishmagansan-da hayvonlar. Dada, qo'ying endi bo'ldi. Uyat bo'ladi dada. Hayvon nimaga uyat bo'ladi? Pensami teng yarim bumaga ketyapti. Bumaga tashib o'tib ketmaymi? Dada, men bilmadim. Men kunduzi bilan ishda bo'lsam, bumaga ishlatmayman. Men ishdaman har kuni. Qasamxo'r, sen kunduzi bilan ishda bo'lganing bilan kechasi kelib hammasini bitta qilib ishlatasan sen hayvon. Xo'p, ishlatish emas, ishlatish, insof bilan ishlatish. Dada, masalan men umuman tualetga kirmayman. Nima kirmayman? Hayvon, sen hali kuni bor 14 marta kirganingdan keyin sanab adashib ketding. Ovozingni o'chir, sen gapirma. Bo'ldi dada, qo'shnilar eshitsa nima deydi? Eshitar nima? Qo'shnilar bumaga eshitmas ekan. Bu real gaplar eshitdingmi? Bu temani ancha-munchasi olib chiqolmaydi. G'ulom traktor haqiqatni tirs gapiradi, eshitdingmi? Gap o'rgatma menga. Dada, unchalik bo'ladigan bo'lsa, qulib kalta osib qo'ying hojatxonaga.